Sardor Mamadaliyev, Mubashshir Ahmad hibsga olindi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 8-may kuni Azon Global axboroti tahliliy portali asoschisi Mubashshir Ahmad, ya'ni Alisher Tursunov, Istanbulning Baxcheshir mavzesidagi uyidan gumonlanuvchi sifatida olib ketildi. Bu haqda Azon Global portali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Alisher Tursunov hibsga olingan kunning o'zida advokatlar ishtirokida dastlabki surishtiruv o'tkazilgan. O'sha kuni advokatlari bildirgan oxirgi ma'lumotga ko'ra, surishtiruvlardan so'ng Alisher Tursunov Istanbuldagi deportatsiya markaziga o'tkazilishi, ertasiga esa u yerdan ozod qilinishi kerak bo'lgan. Ammo oradan 4 kun o'tgan bo'lsa-da, immigratsiya boshqarmasi domlaning qayerdaligi, sog'ligi va sud jarayoni haqida advokatlariga ham, yaqinlariga ham hech qanday ma'lumot bermayapti, deyiladi xabarda. Portalning qo'shimcha qilishicha, Turkiya qonunligiga ko'ra, nazoratda ushlab turilgan shaxsning oilasiga bu haqda ma'lumot berilishi, uning o'ziga ham yaqinlari bilan muloqot qilishga izn etilishi belgilab qo'yilgan. Hozirgacha hatto advokatlari ham domladan biror xabar ololmayotganidan, aqali qayerda saqlanayotgani ham bilolmayotganidan oilasi va yaqinlari asosli ravishda xavotirga tushmoqda. Boisi, ustoz Mubashshir Ahmad uzoq yillardan beri qandli diabet va yuqori qon bosimidan aziyat chekib kelgan hamda muntazam ravishda insulin va boshqa dorilar qabul qilishga majbur, deyiladi Azon Globalda. Eslatib o'tamiz, oldinroq Mubashshir Ahmadga nisbatan qidiruv e'lon qilinganda, Alisher Rahmatovich Tursunov Jinoyat kodeksining 2442 diniy ekstremistik, separatist, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish birinchi qismi bo'yicha qidiruvga berilgani haqida ma'lum qilinganda, ammo keyin shaxsga qidiruv e'lon qilinganligi haqida Axborot Ichki ishlar vazirligi Huquqiy statistika va tezkor hisob ma'lumotlar bosh markaziga kiritish jarayonida Jinoyat kodeksining 2442-moddasi sifatida yozilgan bo'lib, texnik xatoga yo'l qo'yilgani aniqlangandi. Aslida esa unga nisbatan Jinoyat kodeksining 2443-moddasi diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Farg'onalik shoir Ilhomjon Komilovning Sevilmagan yor kerak menga nomli she'ri Sardor Mamadaliyev tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda shartnoma tuzmasdan foydalanganligi aniqlanadi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Bildirilishicha, holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi birinchi qismi mualliflik huquqini va turdosh huquqlarini buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravar miqdorida, ya'ni 750 ming so'm jarima jazosi tayinlab o'tilgan. Hozirgi kunda Mubashshir Ahmad tirikmi yoki yo'qmi? Sardor Mamadaliyev ham bu jarimaga tortilishi to'g'rimi? Bu haqda sizning fikringiz qanday? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Biz sizni barchasidan ogohlantiramiz.